ko'zlarida ko'z, bugun ota-onamni yuzida boshqacha tabassum. Yaqinlarim bari bugun kayfiyati yuz. Tashrif buyurgan hammaga assalomu alaykum. To'g'risi oson bo'lmadi bu kunlarga yetish, oson bo'lgani yo'q to'siqlarni zabt etish. Onamni o'qirgan sochi dadam yuzida jin, qancha yiqilishlar, harakatlar va biz uddaladik. Ketma-ket yiqilishlar, qo'qilishlar, ketma-ket orqaga ketavergan ishlar. Bir asrdek o'tgan o'sha qishlar, ketma-ket sinov ham tashvishlar. Sizlarni sabringizni so'ngi yo'q, bari ortda qoldi baxt bizni keyingi yo'l. Bu hayotda sizdagi qalbi kengi yo'q, bu boylik menda dunyolarga tengi yo'q. Qavargan qo'lda qolgan soch haqqi bu, sabr ila qilingan duolar haqqi bu. Guldek yoshligingizni o'g'irlab qo'ydim men, tabriklang onamni 100% haqqi bu. Sizlarni sabringizni so'ngi yo'q, bari ortda qoldi baxt bizni keyingi yo'l. Bu hayotda sizdagi qalbi kengi yo'q, bu boylik menda dunyolarga tengi yo'q. Kalendarga onam katta yurak chizib qo'ygan sana bu, dadam kulib do'ppisini osmonlarga o'tgan sana bu. Onam qo'lidan tutib maktab tomon birinchi qadamim bu. Sanada quvonchga to'la o'tgan har bir tanaffus, dadam ko'zini ilk bor quvonch yoshiga to'ldirgan kun, onamni bor dardini bir nafasda o'ldirgan kun. To'rt ustida bir raqami bilan yonganda sham, o'chirsalar yig'lab men ota-onamni kuldirgan kun. Yana kelding, meni bir yoshga qaratgan. Sen sezdingmi, onam bugun xursand. Muhabbatingiz tarixini biz bilan yarating.